Mening ismim Komila. Mening kanalimda siz o'zingizga yuz massajini qilishni o'rganasiz va go'zalligingizni tabiiy yo'l bilan saqlab qolasiz. Bugun sizlarga nasagubkaga qarshi, ya'ni burun lab ajiniga qarshi massaj ko'rsatmoqchiman. Demak, boshlaymiz. Boshida mana shu qismdan boshlaymiz. O'mrov suyagini mana shunaqa qilib ustini massaj qilamiz. So'ngra bo'yinga o'tamiz. Chunki mushaklarimiz hammasi bir-birisi bilan bog'liq. Bo'yinimizni ham bo'shashtiramiz mushaklarini. Endi jag'imizni tagini mana bu mashqlarni yuzingizga namlantiruvchi krem surib, so'ngra boshlang bajarishni. Krem siljishni ta'minlaydi. Massaj qilganda albatta krem yoki yog' surib bajaring. Endi burunni ustini massaj qilamiz. Chunki bu ajinimiz, ya'ni nasagubka, mashuddagi burundagi mushakni siqilishi natijasida paydo bo'ladi. Ya'ni mana bunaqa qilib siqiladi, tortishadi-da, mana bu yerni ko'taradi. Mana. Ko'tarilishi natijasida nasagubka hosil bo'ladi. Demak, burnimizni ustini mana shu qismini massaj qilamiz. Nasagubkaga qarshi massajni haftada 3 marta bajarsangiz bo'ladi. Endi mana bunaqa harakatlar bilan mana mana 5-6 marta bajaramiz. Endi qo'llarimiz bilan mana shu qismimizga ozgina bosim ko'rsatamiz, ya'ni boshimizni egiltiramiz. Mana bu yerda suyagimiz bor. O'sha suyagimizga ozgina bosim ko'rsatamiz. Bu qismdagi mushaklarni bo'shashtiramiz. Mana 30 soniya turganingiz yetadi. Ana. Endi burnimizdagi mana shunaqa qilib tutib olamiz va massaj qilamiz. Mana shu burunni pastki qismini tutib olib, mana buni ham 15-30 soniya davomida massaj qilib tursangiz bo'ladi. Mana. Agar mana shunaqa qilib tutilmayotgan bo'lsa, demak, juda ham yopishib qolgan mushak bilan teri. Keyin ko'p marta massaj qilishingiz natijasida bo'shashib qoladi.
qotib qolgan bo'ladi-da o'sha yerdagi mushak. Shuning uchun tutib olishingiz qiyin. Lekin ko'p marta massaj qilsangiz qo'lingizga iladigan bo'ladi. Mana endi mana bu yerdan tutib olamiz terimizni va asta-sekin burun tarafga dumalaymiz. Mana yuvormang, burungacha keldi. Yana tutib oldik, tepaga. Mana xuddi shu ko'rinishda bajarasiz. 4-5 marta bajarsangiz yetarli. Ana endi bu tarafni. Mana yana agar teringiz ilmasa, mana shunaqa qilib chimchilab bajarsangiz bo'ladi. Shu usulda bajarsangiz yaxshiroq. Ana mana shunaqa qilib silab qo'ying teringizni. Tinchlantiring. Endi ichkaridan massaj qilamiz. Ya'ni bosh barmog'imizni kirgizamiz. Mana va tortasiz. Mana. Tepadan pastga qarab. Bosh barmog'ingizni mana shu yerda turadi. Ya'ni qanchalik kirgizib olsangiz shuncha yaxshi va mana bunaqa qilib bosh barmoq ichkaridan, ko'rsatkich barmog'i esa tashqaridan mana shunaqa qilib massaj qilamiz. Tepadan boshlaymiz. Mana, mana. Mana. Yana. Endi bu tarafni xuddi shunaqa qilib ana ustigacha oldik. Shoshilmasdan bajaring. Ana endi oxirida O
qilib ochamiz va ozgina shu holatda turamiz. Mana bu qismdagi mushaklarni ochilishi uchun. Boshladik. O. Qanchalik ko'proq ochsangiz, shuncha yaxshi mana bu yerdagi mushaklar bo'shashadi. O. O deb ochib turib, mana shu ko'rinishda shu harakatni bajarasiz. Qo'lingiz bilan mana O. Ana, nasagubkaga qarshi massajim shundan iborat edi. Savollaringizni kommentariyalarda kutib qolaman. Menga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Har doim go'zal va sog'lom qoling.